Assalomu alaykum. Efirda do'ppi yangiliklar, studio mikrofonlari qarshisida esa faqat va faqat haqiqatni so'zlovchi Vafo Mo'min. Rasul Kusherbayevni ichki ishlar idoralariga chaqirtirishib, uyali aloqa vositalarini olib qo'yishdi. Bu haqda jamoat faoli o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Gap shundaki, Rasul Kusherbayevni qandaydir bir masala bo'yicha Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar idoralariga chaqirtirishgan hamda qo'l telefonini olib qo'yishgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Kusherbayevning ustidan Furqat Ro'zmetov degan fuqaro uni tanqid qilgani uchun huquqni muhofaza qiluvchi idoralariga shikoyat qilgan. O'z o'rnida shuni eslatib o'tishim kerakki, ushbu fuqaro mening ustimdan ham tanqid qilganligim uchun shikoyat qilgan. Biroq mening xatti-harakatlarimda qonun buzilish holatlari bo'lmaganligi uchun arizasi qaytarib yuborilgan. Katta ehtimol bilan Rasul Kusherbayevning ishi ham shunday yopilib ketadi. Tanqid qilgan videomning havolasini pastda qoldirib ketaman, bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Furqat Ro'zmetov degan akamizning xalq dardini olib chiqayotgan faollarga nima buncha ko'p osilayotgani bizga qorong'u. Balki kimlarningdir buyurtmasini qilayotgandir, balki qaysidir faol uning arpasini xom urib qo'ygandir. Nima bo'lgan taqdirda ham juda va juda shubhali ishlar bo'lmoqda. Agar videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like tugmasini bosib sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Siz bu orqali bizning fikrlarimiz keng ommaga yetib borishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Oxirgi paytlarda faollarning ustidan shikoyat qilish holatlari ortib bormoqda. Xususan Abdurahmon Tashanov, Otabek Bakirov, Jahongir To'laganovlarning ishi sudda ko'rilmoqda. O'ylaymizki, ularga nisbatan ham qonun ustuvorligi ta'minlanadi hamda O'zbekistondagi so'z erkinligidan og'ishilmaydi. Zotan faollarga qarshi qilingan har qanday noqonuniy harakat shaxsan prezidentning siyosatiga qarshi qilingan harakat kabidir. Ommaviy axborot vositalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash davom ettirilib, jurnalistlarning erkin faoliyat yuritishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Men buni birinchi marta aytayotganim yo'q. Agar u yuragida adolat bilan haqiqatni o'z e'tiqodi deb biladigan barcha jurnalistlarni islohotlarning faol ishtirokchilari deb bilaman va ularni hamisha prezident himoyasida bo'ladi. Bu fikrni bugun yana bir bor ta'kidlamoqchiman.